Assalomu alaykum hamyurtlar. Xudo xolasa Moskvadan Tojikistonga qarab ketadigan navbatdagi avtobuslarimiz aka-ukalar. Bu avtobusimiz через O'zbekistonga ketadi. Bemalol kelib ketishlar mumkin aka-ukalar. Manzilimiz metro Kateniki, avtobus narxlari 5000 rubldan. Bizning yo'nalishlar Moskva, Toshkent, Krasnodar, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalish bo'yicha ketadigan avtobuslarimiz. Mana avtobus holati. Xudo xolasa komfort talabga javob beradi. Mana 5-10 ta odam bilan ketadi bemalol. Ayollar ekanlar ketadi. To'g'ri shu. Avtobus holati xudo xolasa komfort talabga javob beradi. Bemalol kelishlar mumkin. Xudo xolasa bitta odamga 4 tadan signal beryapmiz. Bemalol yotib ketadi. Mana shu odam bor xolos. Endi bular yotib bemalol ketishadi. Aka-ukalar tanlovda adashmanglar. Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, O'zbekiston yo'nalishi bo'yicha ketadigan avtobuslarimiz. Akalar, avtobus ma'qulmi, yaxshimi, nima deysizlar? Rahmat. Yaxshi endi, hozircha hamma yo'g'i sharoiti yaxshi. Xudo xolasa akalar, yaxshi to'ylar Allohga omonat. Bu yog'imiz endi yetib borgan. Dokumentlar yaxshimi? Yo'lda nimalar bo'lsa, dokumentlarimiz hammasi joyida. Patentimiz. Hozir joyida. Qayerdansiz, tog'a? Men Andijon oblasidanman. Andijon qayerdan? Andijon Buloqash rayonidan. Buloqashda. Aka, biz ham Andijondamiz aka. Sog' bo'ling, salomat bo'ling aka. Endi xafa bo'lmaysiz. Kanashni akajon.